Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Turma xotirlari mahbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Xolid Sayif Silah. Ko'kdağ qamoqxonasiga yo'tkilib, chiniqish sharoitim bo'lmadi. Liudavan qamoqxonasida boshlagan kunda 5000 qadam mingish planim to'xtab qoldi. Havolanma taqoq, kamerda mang'udak bo'shliq kichik bo'lg'achqa, harakatsizlikda badallarim bo'shab, qadamlarim ig'ir kelishga boshladi. Ataganlik tozaliqda seminut polni surtsammo tarlab ketatdim. Pagahda harakat qilay deb 5-6 metr keladigan bo'shliqda mingishqa boshlasam, boshqa Uyg'ur mahbuslarmo kaynimdan agishatti. Yomon yeri, shuncha avaylisimi ularning putidagi kishanlar sharaqlab, taxta karavatda so'zilib yotgan boshqa mahbuslarning chiroyiga bizarlik yamraydi. Bu kamerga kirganimga 2 oyga yaqinlashgan bo'lg'achqa, hamma mahbusning xuy payli bilan tunishib qoldim. Dastlab menga gumon bilan qaragan Uyg'ur mahbuslar pichirlab parang silishga boshladi. Kirgan kunim soqollari oqarib ketgan bir buvayga qarab ichim serilgan edi. Imo ishorat bilan so'rasam, amdila 50 ga kirgan ekan. Uning ismi Tursun Savur bo'lib, Qashqardagi man amroq Bashkaramdin ekan. Liudavan qamoqxonasida inglizcha o'gitishimga Xitoy va Tungan mahbuslar orasida oz to'la hurmatlanib qilishimga bir tasodifiylik sabab bo'lgan edi. Burunqi qamoqxonada bir pokistonlik mahbusga tarjimonlik qilganim arxivimda billa kelganmi qandoq bizga mas'ul qozoq gundupay inglizchadan tarjima qiladigan biror ovoz yoki so'z chiqib qolsimi meni izlaydi. Bir kuni u bir rasmdagi xatni tarjima qildirmoqchi bo'lib, meni yangratqudan chaqirtdi va kameraning eshigidagi rujakdan ko'rsatdi. Rasmda arabcha Xolid, Sayif, Silah degan 3 so'z turadi. Gundupayning aytishicha, bu cho'ng bir siyosiy delo bilan tutilgan bir Uyg'ur mahbusning bilikiga chekilgan xat bo'lg'achqa, so'roqchilar bakrak qiziqmoqda ekan. Xolid degan so'zdan aqlimga islom tarixidagi mashhur sahoba Qobil qo'mondan Xolid ibn Valid keldi. Keyniga kelganlari qo'ral, qilish degan ma'noda edi. Agar bu ma'nolarni deb bersam, bechora bolani islom uchun kurashgan Xolid ibn Validga o'xshash qurolliq urushni targ'ib qilmoqchi deyishi mumkin edi. Shunga chandurmay, uchilisi odam ismi, qizlarning ismidek qilib turdi. Bizda Safiya, Soliha, Xolida degan ismlar bor-ku, shuningdek qilib turdi. Bir qancha qiz do'stining ismi mo'tixi deb qo'ydim. Gundupay mendin, bu ismlar islomdagi biror qahramon yoki diniy dohiylarning ismimi? Deb so'radi. Men ularning din bilan hech aloqasizligini deb bo'lib, arablardagi xristian va yazidilardimi bundaq ismlarning borligini dedim. Qozoq Gundupay arablarning ichida islomdan boshqa dindagi kishilarning borligini anglab hayron qoldi bo'lg'ay, gap buraldi. Arablar haqida birdam paranglashdik. U mening xizmatimni, o'qish tariximni anglab, diloyimni so'rab bo'lib ketib qoldi. Bir chaqda qarasam, Qozoq Gundupay menga ma'rif, psixologiya va jamiyatshunoslikqa doir birdan kitob ilib kelibdi. Odatda chiroyi so'g'uq ko'rinadigan bu qozoq yigit menga shu kuni bekla illiq ko'ringan edi. Gundupayning to'mir eshik sirtidan birni kulimsirishi va kitob akilib berishi kamera ichini muloyizaga ko'mivatdi. Odatda sen deb gap qiladigan g'ini talaffuzni sizga o'zgartdi. Azaldan menga buyruq qilib ko'ngan akavur Xitoy Tungan mahbuslar tuyuqsiz ig'zi ig'ziga tegmay xushomat qilishga boshladi. Kamerdoshlardagi bu tuyuqsiz xushomatning siri menga oydin edi. Desam demasam, yana shu tamakining tamasida menga yaxshichoq bo'lishmoqda edi. Chunki ular kitob kirgan kamardan tamakining kirishini muqarrar deb bilishadi. Kamerdagi parxo'rlik bilan kirgan Xitoy mahbuslar va oqchi tunganlar tutilishimga sabab bo'lgan ona tilga doir faoliyatlarimni anglaganlarida ishonolmagan edi. Ularcha mendek bir odamning jinoyatchi otilib turmaga kirishi bir tasodifiylik bo'lmasa,
bir suiqasd bo'lishi kerakmish. Bireylen, sen asli mamlakatli xalq qurultiyiga vakil bo'lgan odam ekansan, degan edi. Men javoban, to'g'ri deysan, asli men xalqning haqiqiy vakili. Men ona tilda yasli qurishni qo'llagan minglagan Uyg'urning orzusiga vakil. Ammo Kompartiya Uyg'urning vakili sen emas. Biz sening vakillik salohiyating yo'q. Sen Uyg'urga dushman, deydi. Biz Kompartiya bilan Uyg'urga vakillik qilishda salohiyat talashib qoldik, deganim hilimi esimda. Shu kuni Uyg'ur mahbuslarga, bo'libmi 5 grammlik Tursun akaga mening Qur'oncha xatlarni o'qiyolig'inim va Gundupayga bergan javobim bak yarab ketibdi. Tursun aka shu xushalligida uyidan yangi kirgan, texi kiyishga ulgurmagan bir yurish tanarkat kiyimini hadiya qilavatdi. Sap paxtadan tikilgan Nike degan dangliq markalik sifatlik sport kiyimi hafta oxirida uchamga chiqquncha yostiqim bo'ldi. Kuya dorisidek bir xil dora puraydigan bu pakiz kiyimga beshimni qo'yib yaxshi uxladim. Chunki kamerda yostiq berilmaydi. Ko'ktaq qamoqxonasining bir yaxshi yeri hafta oxiridagi aram kunlarida xohlagan kiyimlarni kiyishga ijozat bor ekan. Burunqi qamoqlarda mahbus kiyimi uchimizda bo'lmagan hamon gunohkor bo'latdiq. Shunga uchimizda har doim shu la'natli kiyim kiygilik bo'ladi. Siyosiy mahbus bo'lgan chog'larimda hatto uxlagan vaqtimmu qizil jiletkini kiyishga, salmay uxlashga majburlaydi. Butunlay nilondan tikilgan kiyimlar kechida qizdirib, odamni qattiq bearam qiladi. Hadiya olgan shu hafta oxirida tutqun hayotimda tunji qitim la'natlik kulrang mahbus kiyimining o'rniga oquch sport kiyimi kiyib, hayajondan to'xtamay minib o'ltirolmay qolgan edim.